Yaxshi, menga mashinalaringiz ma'qul keldi. Lekin aytib qo'y, men uncha odam bilan oldi-berdi qilmayman. Rahmat bizdan talaganingiz uchun. O'zi nechta olmoqchisiz mashina? Voy, 3 tami, 5 tami, 10 tami nima farqi bor? Beravering aytganimmi? Qarzingizni qaytaraman, bo'ldi. Oxirida to'lovga qiynalib qolmasangiz bo'ldi. Nima, shubha qilyapsizmi? Siz o'zi meni tashkilotimda qancha transportim borligini bilasizmi? Aynan shunga o'xshash suhbatdan keyin ikkita tashkilot rahbarlari shartnoma imzolab, bir nechta avtotransport vositalarini oldi-sotdi qilishadi. Biroq belgilangan muddat o'tsa hamki to'lovlar amalga oshirilmaydi. Shu sababli kelib chiqqan nizoni hal etish uchun ish sudga oshiriladi. Sudda esa 844 million so'mdan ortiqroq qarzdorlikni vaqtida bartaraf etmagan tashkilot rahbariga ma'muriy javobgarlik belgilandi va qarzni majburiy undirish bo'yicha qaror chiqarildi. Majburiy ijro harakatlarini olib borish jarayonida ixtiyoriy ravishda qarzdorlikni qoplash uchun muddat belgilandi. Qarzdor tarafidan ushbu muddatni ichida qarzdorlik qoplanmagandan keyin albatta o'sha qonunga muvofiq majburiy ijro harakatlariga kirishildi. Xususan qarzdorga tegishli bo'lgan taxminiy qiymati 1 milliard so'mdan yuqoriroq bo'lgan ekskavator, demak texnika vositasi xatlab qo'yilgandan keyin ushbu qarzdorlik qoplab berildi. Hozirgi kunda demak undiruvchilarimiz albatta xursand, o'zlariga tegishli pul mablag'larni to'liq miqdorda olishdi. Azaldan qarz munosabatlarini buzish haqida ko'p bora gapirilgan. Shu bois ishimda baraka, ko'nglimda halovat bo'lsin desangiz, qarz balosidan uzoqroq yuring.